Avvalambor assalomu alaykum azizlarimiz. Bizning tabriklarim loyihasi orqali kutilmagan qo'ng'iroqlarimiz bilan yaqinlaringizni baxtiyor etishingiz mumkin. Bugun ham shunday kutilmagan qo'ng'iroqlar egasiga baxtli qo'ng'iroq qilishni boshlaymiz. Alo, Alo, qo'ysa. assalomu alaykum. Hayotillo bilan to'g'ri bog'landikmi? Aha. Ayni damda sizni tabriklarim loyihasidan bezovta qilyapman. Salomatmisiz ukajonim? Sog'liklaringiz yaxshimi? Rahmat. Men tabriklarim loyihasi boshlovchisi Madinaxon bo'laman. Bugun yaratgan Robbimizga banda, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ummat bo'lgan kuningiz ekan. Shu munosabat bilan yaqinlaringizdan siz uchun chiroyli dilizxorlari, tabriknomalar yetib kelgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, kimlar sizga dilizxorlari yo'llaganlarini? Bilmadim endi. Kim aytdi ekan? Yaqinlaringiz, oila a'zolaringizdan qalbingizga yaqin, surprizlarga boy insonlaringiz bormi? Yana ekanmiz-da. Yo'qlar. Judayam to'g'ri topdingiz. Sizni tabriklab, onajoningiz Hilolaxon opajonimiz nomlaridan, singillaringiz Yorqinoy, Marjonaxon nomlaridan va barcha yaqinlaringiz nomlaridan o'z dilizxorlarini va tabrik nomalarini yo'llab, dadajoningiz Hasanboy aka bizga murojaat qilganlar. Va ushbu dilizxorlarni sizga chiroyli qilib yetkazib qo'yishimizga iltimos qilganlar, yetkazib qo'yishimizni. Agar ruxsat bersangiz, tayyor bo'lsangiz, o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, mening mard va jasur o'g'lim. Ko'zlarimning nuri, qalbimning quvonchi Hayotillo. Seni shukrona kuning, tavallud ayyoming bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bugun 19 yoshni nishonlar ekanmiz. Hayollarimdan sening go'dakliging, ilk qadamlaring, ilk bora dadajon deb aytgan so'zlaring ko'z o'ngimdan birma-bir o'tmoqda. Vaqt naqadar tez. Bugun sen nafaqat o'g'limiz, balki suyangan tog'imiz va oilamizning mustahkam ustunisan. O'g'lim, senga dunyodagi barcha ezgu tilaklarni tilab qolaman. Bosgan qadamlaringda omad, qalbingdan esa iymon tark etmasin. Hamisha omad senga hamroh bo'lsin. 19 yoshing senga yangi orzular, zafarlar olib kelsin. Bitmas, tuganmas baxt va o'zing kutgan barcha ezgu niyatlaringning ijobatini olib kelsin. Seni judayam yaxshi ko'ramiz. Seni dadajoning ekanligimdan faxrlanaman. O'g'lim, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yurgan, baxtimizga doimo sog'-salomat bo'lib, hech ham xasta bo'lmagan, doimo kulib yurgan. Yillar kutdim tunlari bedor. Ishqing uzra bo'ldim-da bemor. Berdi Alloh shukurlar ming bor, o'g'lim, sendan umidim katta. Oppoq o'rab oppoq taradim, senga zafar, omad tiladim. Allohimdan baxting so'radim, o'g'lim, sendan umidim katta. Men yashadim, ko'rdim kunimni, g'am anduhga berdim tunimni. O'zing yorit o'zing dilimni, o'g'lim, sendan umidim katta. Yana bir bor tavallud topgan kuning muborak bo'lsin, aziz boshing omon bo'lsin bolajonim, bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yurgan deya dadajoningiz sizni yaxshi ko'rishlarini takrorlab o'z dilizxorlarini yakunlaganlar. Sizning ham oila a'zolaringizga, dadajoningizga aytmoqchi bo'lgan dilizxorlaringiz va gaplaringiz bo'lsa bemalol yo'llab olish imkoniyatingiz bor ukajonim. Rahmat o'zlariga. Endi baxtimizga sog' bo'lib yurishimizga. Inshaalloh, inshaalloh. Sizga ham rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamay biz bilan o'tkazgan samimiy suhbatlaringiz uchun rahmat. Yana bir o'tgan kuningiz muborak bo'lsin. Sog' va salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.